Bu bizni Spark mashinamiz. Har kun ishga borib kelishlik uchun yo'q degani 5 litr benzin edi. Bu degani 65 ming so'm degani. Ertalab turishingizga 65 ming so'm chiqim tayyor turadi. Bugun ertalab tursam, dadam o'zlarining mashinalaridan meni mashinamga gaz o'tkazyaptilar. Ya'ni o'zlarining mashinalari turgan gazni meni mashinamga o'tkazib beryaptilar. Bir tarafdan juda ham quvonarli holat, bir tarafdan juda ham hajolat bo'ladigan holat. Ozgina hajolat ham bo'ldim, lekin ota baribir farzandi necha yoshga chiqsa ham farzandini o'ylar ekan. Erkak uchun eng muhim omillardan bittasi nima desa, bu oila. Erkak kishi pul topish kerak, dunyo topish kerak, oilani tebratish kerak, to'g'ri, lekin ish muhim bo'lib qoladi ba'zi bir o'rinlarda. Oilaga ajratish kerak bo'lgan vaqtda ham ishga ajratib yuboramiz. Lekin bilingki, qachondir ishda bitta xato qilasiz, kamchilik qilasiz. Ishxonadagilar uchun siz unutirasiz. Yorug' do'stlar ham ishingiz borligi uchun siz oldingizga keladi. Oila shunaqa narsaniki, siz sog'lom bo'lsangiz ham, siz bemor bo'lsangiz ham, siz bitta mansabda o'tirgan bo'lsangiz ham, siz hech kim bo'lsangiz ham, sizga shodlik, martaba erishgan bo'lsangiz ham yoki hech kim, oddiy bir inson bo'lsangiz ham, ular doim bir xil ravishda turaveradi. Shuning uchun erkak uchun eng muhim omillardan bittasi bu oila. Oilani qadrlang.